Assalomu alaykum do'stlar. Bu obzorimiz 600 litrlik Nержавичный qozon haqida bo'ladi. Bu qozonimiz motor reduktorli или qo'shimcha mexanizm qilib turib tagidagi nasosini qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Молочный nasos. Buning vazifasi asosan ichidagi mahsulotni tagidan tortib olib, ustidan qo'yib berish bo'ladi. Sirkulyatsiya deb qo'yishadi. Buni mahsulotni tezroq o'zida aylantirib turib, mahsulotni yaxshilab bir-biriga aralashtirish vazifasini ham bajarib beradi qaysidir ma'noda. Buni mexanikalari o'ziga yarasha qilib qo'yilgan, polosali qilinib, hop. Buni sut, gel, shokolad, qandolat mahsulotlariga ham ishlatsa bo'ladi. Kimga qaysi mahsulot haqida, qaysi mahsulotga kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha mahsulotga tayyorlab beramiz. O'shanga qarab, bular nержавейкаларning ham o'ziga yarasha sifatlari bor, har xil markalari bor. Qaysi markadan kerak bo'lsa, o'shanisidan, sifatlisidan chiroyli qilib beramiz.